Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Kitap anglashni va kitap o'qishni yaxshi ko'rgan suyimli do'stlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yazmalari 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning ro'yxatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish degan qismini o'qib beramiz. Kitap yozuvchi doktor Erkin Sidiq, Avza İstanbul'dan Leyla. Kitap o'qilgan kun 2018 yili 16 oktyabr seyşembe. Ro'yxatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish 2016 yili 4 ayning 28 kuni. Dunyo dаңlıq karxanchilar jurnali Forbes'ning maqola avtori psixologiya doktori Amy Moran xanım 2014 yili ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish degan ismda bir kitob chiqargan bo'lib, men mazkur maqolada shu 13 ishni qisqacha tunishtiraman. Nurg'un kishilar o'zlarining jismoniy jihatdagi ortiqchiliklari bilan badan sog'lomligiga ahamiyat berib, ruhiy jihatda kuchli bo'lishga ancha ahamiyat berib ketmaydi. Amaliyotda bo'lsa, ruhiy jihatda kuchli bo'lishning qiymati texmo yuqori bo'ldi. Ruhiy jihatda kuchli bo'lishning xalqlik xususiyatlari ustida to'xtalgan nurg'un maqolalar faqat keskinlik, jasoratlik, umidvorlik va yengilmaslik iqtidoriningla gapini qiladi. Ammo biz ruhiy jihatda ruhiy jihatda kuchli kishilar qilishdan saqlanadigan ishlar orqali to'nib yetalaymiz. Tuandikisi ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ishdan iborat. Birinchi, qilgan ishiga pushaymon qilib vaqt isrof qilish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar o'zlari paydo qilgan ahvollar uchun pushaymon qilmaydi yoki o'zlari yo'liqqan muomalalar haqida ko'p o'ylanib ketmaydi. Ular o'zlarining ish harakatlari va ular oqibatlarining mas'uliyatini o'z ustiga olishni o'rgangan bo'lib, turmushda adil bo'lmagan ishlarning yuz berib turadiganligini to'liq tushungan bo'ldi. Ular o'zlari paydo qilgan nachar ahvollar ichidan aniq holda qutulib chiqalaydi hamda uningdan erishgan tajriba savoqlardan minnatdor bo'ldi. Ba'zi ahvollar nacharlikqa yuzlanganda ular shundoq bo'lib qoldi degan pozitsiyada bo'ladi yoki bo'lmasa amda elishga tegishli eng yaxshi qadam qaysi deb o'ylaydi. Ikkinchi, o'z huquqi yoki nupuzni boshqalarga o'tinib berish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar boshqalarni o'zlarini tuvan yoki yomon ko'rsan huquqqa yoki o'ringa ega qilib qo'yishdan saqlanadi. Ular o'zlarining ish harakatlari bilan o'zlarining kayfiyatlarini o'zlari kontrol qiladiganligini biladi. Ular o'zlarining ortiqchiliklari o'zlarining tashqi ahvollariga qanday inkas qaytirishida ifodalanganligini biladi. Uchinchi, o'zgarishdan o'zni qochirish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar o'zgarishlarni qabul qiladi va o'zlariga yuklangan qiyin o'tganlarni qarshi oladi. Ularda andisha mavjud bo'lgan taqdirdami u andisha o'zlariga noma'lum ishlardan kelmay, balki o'zining qanoatchan va passiv bo'lib qolishidan keldi. O'zgarish va aniqsizlik ruhiy jihatda kuchli odamga yangi energiya ato qildi. Shuning bilan u odam o'z qobiliyatlarini eng yuqori darajada joriy qildirdi. To'rtinchi, o'zi kontrol qilolmaydigan ishlarga kuchini sarf qilish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar mashina qistongchiligi, yo'qolib ketgan sumkasi yoki boshqa kishilar haqida ancha ko'p vaysimaydi. Chunki ular yuqoridagi ishlarning o'z kontrolligi ostida emasligini tushundi. Ma'lum bir nachar ahvolga yo'liqqanda ular doim kontrol qila oladigan bir narsa ular o'zlari qaytiradigan inkas va ularning o'z pozitsiyasi ekanligini tushundi hamda ular bu haqiqatdan obdan foydalandi. 5. Boshqalarni xush qilish ustida qayg'u urush. Ba'zi kishilar boshqalarni xush qilishga amroq keldi. Ya'ni ba'zi kishilar bo'lsa boshqalarning ko'nglini ranjitishni o'zlarining orzuchiliginin namoyandisi
hesaplaydı. Bu ikki ishning har ikkisi yaxshi ish emas. Ro'yxatda kuchli kishilar fazilatli bo'lishga, adil bo'lishga va muvaffaq paytda boshqalarni xush qilishga tirishadi. Shundaqla gapni ochiq qilishdan qo'rqmaydi. Ba'zilar xafa bo'lganda va ma'lum bir ahvolni boshqalar kontrol qilganda ro'yxatda kuchli kishilar uningga rozilik bilan taqat qila oladi. 6. İlmiy usulda tavakkülçülük qilishdan qo'rqish. Ro'yxatda kuchli kishilar ilmiy usulda yoki hisoblab turib tavakkülçülük qilishni xohlaydi. Bu qarg'ularcha tavakkülçülük qilish bilan zodil o'xshamaydigan bir ish. Ro'yxatda kuchli kishilar qilmoqchi bo'lgan ishning xatiri bilan foydalar ustida mukammal o'ylanib, yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan ishlarni to'liq baholab, yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan eng nachar ssenariyalarni to'liq mo'ljarlab, ondan ish boshlaydi. 7. Burunqi ishlarga petib qilish, o'tmishni e'tirof qilish, bo'libmi burunqi ishlardan qo'lga keltirgan tajriba saboqlarni e'tirof qilishning foydasi ko'p. Ammo ro'yxatda kuchli kishilar burun yuz bergan salbiy ishlar yoki o'tib ketgan oltin davrlar uchun o'zlarining ruhiy kuchlarini isrof qilmaydi. Ular o'zlarining ruhiy energiyasining ko'p qismini hozir va kelgusini parlaq qilishga sarf qiladi. 8. O'xshash xatoliklarni sodir qilish. Bir odam bir ishni ko'p qatim takrorlab qilib, uningdan burunqisi bilan o'xshamaydigan bir natijani kutganda biz u odamni sarang bo'lib qapti deymiz. Ro'yxatda kuchli kishilar burunqi ish harakatlarining mas'uliyatlarini o'z ustiga to'liq elib sodir qilgan xatoliklardan tajriba saboq olishga rozi bo'ldi. Ilmiy tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, u o'z-o'zini to'g'ri va unumli tushunib turish ajoyib muvaffaqiyatlarni qozongan kishilarning eng kuchli ortiqchiliklarining biri. 9. Boshqalarning muvaffaqiyatiga norozi bo'lish. Boshqalarning muvaffaqiyati uchun haqiqiy turda xushal bo'lish nihoyat kuchli kishi xarakter talab qiladi. Ro'yxatda kuchli kishilar ana shunda xarakterga ega bo'ldi. Ular boshqalar muvaffaqiyat qozonganda hasadxo'rlik qilmaydi yoki norozi bo'lmaydi. Ro'yxatda kuchli kishilar o'zlari uchun muvaffaqiyat fursatlarini yaratish uchun qattiq tirishadi hamda oson yo'lga intilmaydi. 10. Mag'lub bo'lganda qilayotgan ishidan voz kechish. Har bir mag'lubiyat o'zini texmi yaxshilashning fursati. Zo'r mag'lubiyatlarni va muvaffaqiyatlarni qozongan kishilarning dastlabida ko'plagan muvaffaqiyatlarga uchirganligini yoki mag'lubiyatga uchirganligini e'tirof qildi. Ro'yxatda kuchli kishilar zarur bo'lganda qayta-qaytlab mag'lub bo'lishga rozi bo'ladi. Ularning bunday ahvoldagi birdan bir sharti har bir qitimliq mag'lubiyatdan erishgan tajriba saboq ularni eng oxirgi nishonga uzluksiz yaqinlashtirib menish. 11. Yolg'iz qilishdan ansirash. Ro'yxatda kuchli kishilar o'zlari yolg'iz o'tkazgan vaqtlardan huzurlanadi. Hatto undaq vaqtlarni qadrlaydi. Ular ishlamagan vaqtlarni burunqi ishlar ustida o'ylanish, keyingi ishlarni planlash va usulliq ishlarni qilish uchun ishlatadi. Eng muhimi ular ko'taranki ruhli bo'lish va irodasini chingitishda boshqalarga tayanmaydi. Ular boshqalar bilan birga bo'lganda xushal bo'ldi. Shundaqla yolg'iz qolganda vaqtlarni xushal-xuram o'tkaza oladi. 12. Dunyo menga qarzdor deb o'ylash. Ro'yxatda kuchli kishilar mening qandaq tayyorliqlarni elib borganligim va qandaq o'qishlarni tamomlaganligimdan qat'iy nazar dunyo menga maosh berishga, menga farovonlik narsalarini ta'minlashga va meni bir yaxshi turmushga erishtirishga qarzdor deb o'ylamaydi. Ro'yxatda kuchli kishilar har bir qadamda o'z qobiliyatlariga asosan ishlash va shu asosda muvaffaqiyatli bo'lishga tayyor turadi.
13. Dərhal nəticə qazanışni ümid qilish. Hər qandaq iş qilishdan qat'iy nazar, ro'yxatda kuchli kishilar uzun muddatga ideaviy tayyorlik qiladi. Ular hargizmi qilgan ishdan dərhal natija chiqishni umid qilmaydi. Ular o'zlarining energiyasi va vaqtini intayin yaxshi planlab ishlatadi. Musobaqa jarayonida amalga oshirgan har bir ilgirlash va qozongan har bir kichik muvaffaqiyatni tabriklaydi. Ularda uzun muddatga bardoshlik berish qobiliyati bor bo'ldi. Ular haqiqiy turda o'zgarish yasash uchun vaqt ketadiganligini tushundi.